Aqli zaif, xilay, Aziz, tez oldimga kel. Aqli zaif, jinni bo'lsang ham maktabga oldim. Seni rahmating shumi? Bor yo'q dadangga chaqirib kel, gadoyvatchi. O'g'lingizni bugunoq shu maktabdan olib keting. O'g'lingiz nogiron. Undan baribir hech kim chiqmaydi. Buni nogironlar uyiga berib yuborish kerak. Olib keting o'g'lingizni. Uzr domla. Aziz o'g'lim, biz bu yerlardan ko'chib ketamiz. Sen hali katta vrach bo'lasan. Seni men o'zim o'qitaman. Ketdik o'g'lim. Singlim, mingta doktorga bordim. Hech kim yuragimni operatsiya qila olmayapti. Kimni tavsiya berasiz? Otaxon, sizni faqatgina mana shu manzildagi vrach davolay oladi. Nahotki Bemor sizni o'z qo'llarim bilan davoladim. bo'lishi mumkin emas. Ye. Nimaga o'ldi? Qayerda xatolik ketdi? Kislorod kim o'zdi? Mana yerda odam o'ldi-ku. Men o'zdim. Meni Aziz deydilar. Men 4-sinfligimda maktabdan qaytadi. O'shandan beri ubositsalik bilan shug'ullanaman. Bu meni sevimli kasbim. Kasbimga xalaqit bermang, doktor.